Ibrohimga Gulaf aytganlaridek, kimni biznesi hali onlaynda bo'lmasa yutqizamiz deganlar. Yaqinda Ibrohim aka Gulaf bilan intervyuda aytgandim, Xitoylar masalan oldin faqat ko'rgazmada o'tirib klient kutgan bo'lsa, endi mana ko'rgazmadan yana ham unumli foydalanishyapti, onlayn savdoga o'tib ketishyapti. Ko'ringlar mana. Super bu bilasizlar, yaxshi brend. Primo efirda sotishyapti mana. Mahsulot ko'p qo'yishgan. 我们本来是要下班了，我们要准备撤展了，这样子吧，看起来还不错，是的，真的很不错。要不要刚来的还想要 ？No， 来，想要的、喜欢的姐姐们飘个小一，我们看一下还有多少人排到我们抢到了，好不好？好的。老板，我打你帮我去看一下，是不是还有卡了库存没付款的订单 ？No。老板卡了5单。来，姐姐们啊，这个价格不要卡我库存，好不好？是的。这样子吧啊。Zakazga ketyapti. Shunaqa Ibrohimga Gulaf aytganlaridek, kimni biznesi hali onlaynda bo'lmasa yutqizamiz deganlar. Shunaqa gaplar.